Hay. Gulji shahri haqiqatanmi güzel yurt ekan. Bu yerdagi Uyg'ur xalqining mehmondostligi menda to'liq cho'nqur ta'sirlanib qoldi dedi. Oy, itkapda o'tiradigan mazgilim bo'lib qoptimi nima? Voy, shuyumma? Ha, qandiroq, ahvoling yaxshimi? Ha, ustozingning ahvolati yaxshimi? Uning oshqozoni hozirmi burunqidaklar og'riyotamda yana? Ha, ustozingning oshqozon so'zilgan deb bekitgan doktorlar. Ha, ustozingga deb qo'y, gurish tomoqni oz yesin. Har kuni oqshom putini tomga iqib yotsin. Ha, uningdan sirt oshqozondan tekki 3 tal xom kelsa qo'yib qo'ysa yaxshi bo'lib ketadi. Ha, bu ret yaxshi bo'lmasa, attigini g'uljiga kelib, Xanzu vazirdan 6 tal pochaq yapasi bo'ladi. Jonjini olar. Ha, jonjini demsa, uning badani bash cho'ng o'g'ashqa 1 tonna suvda munchiga tushyotdi. O hozirgacha meni ep bo'g'ini yo'q dedi. Ey shuyumman, mening muhabbatimga salom aytib qo'yishni unutmajmi? La, bu Anvar akimning naqshkishini bitlab qaytib qolgandan keyin men to'y qilib o'taman. Bo'ladi. Ma'qul. Ha. Bu G'uljining pocharoqlari nima degan kuchlik? Akşam qavoqda o'lgidek ishib hech holimni qo'ymadi. Uning ustiga mo yesho degan patak, gapni menga aram bermay. Hap, bugun bu patakning bir adini o'rayjimanglar. Yesho! Xo'sh, jonjin olilari. Kesib o'tgan ko'takda o'tiribsan-ku. Olili, o'zlari qiyri qarag'ashtakni taqpib turib qoplugo. Bizning malning ayollari ko'rsa buni qalsaqdigan chelak qilib oldi. Ha, o'zlarini bizning maldagi ayollar ko'rsa, qo'sh qanotli kiymasizga ishkab qilib oladi. Yesho, men sendan bir nechta savollar so'rab qolsam qana deysan? Qani olilari so'ram. Sen nima uchun balangni o'zing yasliga olmaysan? Ha, mening balamni o'zim yasliga olmasligimdagi sabab, yaslining o'qituvchisi bola ishga o'qib qoldi deb akir ketamiki deb antirayman. Yesho, sening mehmonlaring kelganda doimli ikkimiz birga o'tiramiz. Ammo lekin pul to'laydigan vaqtida hisobot menga nima uchun qoladi? Ha, chunki mening ustalga bo'yim yetmaganligi uchun u qizlar meni ko'rmay sil tutilib qoldilar olimlari. Yesho, G'ulji xaritining qayerda? Xaritining ustida. Guli daryosi nima uchun g'arib qarab qo'ydi? Uning boradigan boshqa joyi bo'lmasa. Yesho, haqiqatan yaxshi javob berding. Sen men qaraganda G'uljiga burun kelgan. Shuning uchun barliq naqshlarni to'nisan. Shuningga ularni bir yerga jam qilib, bir mashrab o'ynab, bir payzini olsa qanday deysan? Masalan, qaysilarini debaki olilari? Ömerjon olimni. Ömerjon olim Asmatxonning Arzliq bolasi Anvar Alining maslahatchi edi, Balli Bakriyevil sazchib o'tiryapti. Bunda bo'lsa Toshmamat Botirchi. Toshmamat Botir 2-Dunyo urush mezgilida Gitlerning bir tugmasi tutatdi. Bu sabab bilan Kovliyul dol shuni tepish murosimiga cho'ng bir ziyofat o'rinlashtiribdi. Oshining sharafiga bu dunyo degan naqshni yetkazdi. Unda dega. Unda bo'lsa Anvar akim ne ketgandir? Anvar akim o'zining naqshchiligini unutgan holatda Izuraning qatochiga solib ketgan. Onda bo'lsa Yesho, men sendan yana bir savol so'rab bakım kelyapti. Xo'sh. Osho Isom Qurbon kim? Nerede tug'ilgan? Isom Qurbon hozirgi zamon Hayot Nasriddin afandimi? U Qumduqda tug'ilgan, Kirurumdamning bo'g'is yo'ldishi. Sendan yana bir savol so'rak. Türk tilla divani kimning asiri? Raim divanining. Yesho, savolga nihoyat yaxshi javob berding. Men sen bilan bir latifani baslashib, ko'pchilik bir baho berib qo'ysa ikkimizga. Bo'ladi olilari, men tayyor. Onda o'z boshildim. Bir kuni mush Tudoxim bilan bir so'rinda o'tirib qoldik-da. O'tirib qolsak bu Tudoxim menga chaqchaq qilib, "Mushu Musojon ko'kvash o'zima deb qo'noqlik kirib ketib, ayoli qo'noq o'lganni biroq chiqibdi" deydi. Men dedim, "Mush Tudoxim bir qatim uyda yutib ketib, ayol kigiz taqqanni biroq chiqibdi" deb. Bu Musojonning ayoli ma'lum bir ish bilan Urumchiga ketib qoldi-da. Urumchidan qaytadigan chaqda Musojonga telefon qildi.
Ben bugün ürümçiden qaytım, siz beni daşçıydın, ekti bilen, deptike bunun eğildi uzundan beri bakkan bir şok eti var ki, bu atını menip bunu daşçıya karab menipti de, bu zerkip ketken at olgandı ki, şunda iştik menipti ki, attan düşüylüp, atının beşi kamçıyla işkini koyup, hey, bu telefon manken sen liman çaldıraysa dedi. Başka bir kuni baş Tudağınның yakın ağinəsinin bir oltırışığı vardı da. Yerim keçi olğanda bu Tudağın uflayma dep çıkıp, bu ağinəsinin 3 yaş bilen bir 4 yaş oğlu varken ikisinin o'tirdi yetibaptı da. Biz mayak koyup o'tiraverdik, bir vaqtida qo'radi, varang-turang ovoz chiqatdi da. Nem bo'ldi ki deb qarsam, uyning egisi ayol bolasini to'sima deb Tudağını ko'tarib talaga chiqib ketdi. Musacan uxlab o'tib, başka bir yürüvatkan dastlabki muhabbetini düşüptü de. Düşüpla bu uykusuzluktu gödüpla ayalını mayra dep iştireyli veripti de. Ettigini ayalığı iştandan çıkar deptike mayra açık versin dep karşı elpazı toğır emez. Bunun düşüge abi dastlabki muhabbeti kirgeni esidi bağla. Yancı kudun 300 koy pulunu çıkarıp verip öyde oturup yaman ters alıp gitse manıngı şehirden bir kiyim kiyecek ep kiyip çıktıysa üçtenkildeki ayalı şunda hoşal çıktı. Üçtetke ötkendeki Musacan degide ket fakat göğülmeydiğen bu kaldığımız mı? Yeşo, gapkima yaman bo'lib ketsa, men seni Cho'lpar restoranida bir mehmon qilsam qana deysan. Bunun tazım yaxshi bo'ladi. Biroq qiz do'stlarga telefon urishni unutma. Ranglik o'tirayli. Bo'ladi. Undaqda bo'ldi. Yeşo to'xta. Aldırma. To'xta.